Inson uchun eng qo'rqinchli yolg'izlik bu atrofida hech kim yo'qligi emas. Atrofida odamlar bo'lib turib, bir dona qalbini ochadigan inson topilmasligi. Minglab tanishlar bo'lishi mumkin. Telefonda raqamlar, uchrashuvlar, lekin boshqa tashvish tushganda ba'zan axtarib qolasan, bir dona qalbingni ochishing kelgan inson topilmasligi mumkin. Inson boshiga tashvish tushganda unga aql o'rgatadigan, maslahat beradigan odam kerak emas, uni eshitadigan, ayblamaydigan, tushunadigan odam kerak xolos. Agar insonda bitta shunaqa odam bo'lsa, demak bu baxtli. Agar bir dona do'sti bo'lsa, demak u badavlat inson. Shunaqa do'stlarni ehtiyot qilish kerak. Shunaqa do'stlarni qadriga yetish kerak. Shunaqa insonlarni avaylash kerak. Agar hayotingizda bir dona samimiy qalbingizni ochadigan do'stingiz bo'lsa, mana shu videoni yuborib qo'ying va qo'shib qo'ying. Yaxshi ham borsan deb.